2026-yilning 1-aprel sanasida yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzganlik uchun jarima ballari avtomatlashtirilgan tarzda belgilanishi qayd etildi. Bu esa ko'plab hamyurtlarimizning savollariga, muhokamalariga, kerak bo'lsa e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aynan ushbu lavhamizda tizim qanday tartibda ishlaydi va qanday jarimalar uchun qancha ball beriladi? Ushbu savollarimizga javob topamiz. 1-aprel kunidan boshlab O'zbekiston avtomobil yo'llarida yangilik, ya'ni jarima ballari kuchga kirdi. O'zi aslida bu tartib oldin ham mavjud edi. Faqatgina oldin yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan rasmiylashtirilgan bayonnomalar uchun jarima ballari berilgan bo'lsa, hozirgi kunda, ya'ni maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd texnika vositalari orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar uchun ham jarima ballari beriladi. Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, hozirgi kunda haydovchilarimiz uchun Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 12 ta moddasida ko'rsatib o'tilgan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari beriladi. Yo'l harakati qoidalari buzilganligi uchun belgilanadigan jarima ballari quyidagicha. Tegishli ruxsatnomasiz qayta jihozlash 0,3 ball. Davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechish 1 ball. Old oynalarning tusini ruxsatnomasiz o'zgartirish 0,5 1 ball. Tovush signalini sababsiz chalish 0,2 ball. Tezlikni me'yordan oshirish 20 km/soatgacha 0,5 ball. 40 km/soatgacha tezlashish 1 ball. 60 km/soatgacha tezlikni oshirish 1,5 va 60 km/soatdan yuqori tezlik 2 ball jamg'arishga sabab bo'ladi. Svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmay harakatlanish 1 ball. Maxsus avtomobillarga yo'l bermaslik 0,5 ball. Qarama-qarshi harakatlanish 1 ball. Yo'l transport hodisasini yuzaga keltirish xavfi uchun 1 ball. To'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzish 0,2 ball. Odam tashish qoidalarini buzish 0,3-0,5 ball. Quvib o'tish uchun javobgarlik 1 ball. Guruh bo'lib harakatlanish 1,5 ball. Temir yo'l qoidalarini buzish 1 ball. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda voqea joyidan ketib qolish 2 ball. Aynan ushbu qoidabuzarliklar bevosita yo'l transport hodisalariga, ya'ni sabab bo'luvchi yoxud qasddan sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun jarima ballari belgilangan. Haydovchilarimiz qachonki qoidabuzarlik sodir etib birinchi jarima ballini olgan kundan boshlab 1 yil muddat ichida 12 ball jamg'arsa, sud organlari tomonidan eng kam 6 oy muddatga haydovchilik guvohnomasidan transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etiladi. Hamyurtlarimiz orasida avtomobil boshqarayotganda telefondan foydalanganlik yoki xavfsizlik kamarini taqmaganda jarima ballari yoziladimi yoki jarima ballari jamg'arish mumkinmi degan haqli savollar ham tug'ilmoqda. Hozirgi kunda xalq orasida turli xil noto'g'ri ma'lumotlar ham tarqalmoqda, ya'ni xavfsizlik kamari, piyodaga yo'l bermaslik, ichki ishlar organlariga bo'ysunmaslik, shuningdek boshqa yo'l belgi talablariga amal qilmaslik bo'yicha ham jarima ballari mavjud degan noto'g'ri fikrlar, ya'ni izohlar qoldirilmoqda yoki ijtimoiy tarmoqlarda xabarlar berilmoqda. Aslida bu noto'g'ri, vahimaga o'rin yo'q. Berilayotgan jarima ballari faqatgina qo'pol turdagi qoidabuzarliklar hisoblanadi. Yil davomida avtotransport vositasini tartibli boshqarib, umuman jarima ballarini to'plamagan yoki umuman yo'l harakati qoidalarini buzmagan haydovchilar uchun ham qandaydir yengilliklar yoki imtiyozlar bormi? Rag'batlantirish tariqasida qoida buzmaydigan haydovchilarimizni agar haydovchi 12 oy, ya'ni o'tgan 12 oy mobaynida yo'l harakatining qoidalarini buzmasdan jarima ballini olmaydigan bo'lsa, ularga ya'ni birinchi jarima balli inobatga olinmaydi. Ya'ni agar haydovchilarimiz ma'lum bir miqdorda jarima ballarini olgandan so'ng o'ziga xulosa qilib 6 oy mobaynida jarima balli olmaydigan bo'lsa, ularning umumiy jarimasidan 2 ball chegirib tashlanadi. Agar unda 2 balldan kam bo'ladigan bo'lsa, umumiy jarimalar 0 ga tushirilib, yana birinchi marotaba sodir etilgan huquqbuzarlikdan boshlab qayd etishni boshlaydi. Yana bir haqli savol tug'iladi. Avtotransport mashinasi meni nomimda bo'lsa-ku, lekin uni yaqin qarindoshlarim yo bo'lmasa ishonchnoma orqali boshqa bir begona shaxs boshqarayotgan bo'lsa, jarima ballari kimga yoziladi? Bunda har bir haydovchi fuqarolarimiz o'ziga tegishli transport vositasini yagona interaktiv portal, ya'ni mygov.uz orqali transport vositasidagi, ya'ni kim boshqarishi bo'yicha belgilab berishi mumkin. Ya'ni mygov.uzga shaxsiy kabinetga kirib yoki maxsus ilovaga kirgan holda, ya'ni haydovchi, ya'ni yaqin qarindoshi yoki bo'lmasa ishonchnomadagi odamni belgilashi mumkin.
qachon unga ball yozilishi boshlaydi, u ikkinchi tomon ham ushbu transport vositasini o'zini shaxsiy kabineti orqali tasdiqlagan bo'lsa, ya'ni ishonchnomadagi yoki yaqin qarindoshlariga jarima balli yoziladi. Yil davomida to'plangan jarima ballari qaysi sanaga kelib bekor bo'ladi? Birinchi qoidabuzarlikni sodir etgan kuniga qadar, ya'ni 1 yil aylanib kelgandan keyin 12 ballga yetmay qoladigan bo'lsa, barcha jarima ballari nolga tushiriladi. Agar siz qo'pol turdagi qoidabuzarliklarni muntazam sodir etmasangiz, siz hech qanday haydovchilik guvohnomasidan ayrilmaysiz.